Ishonsangiz, ertasi kuni umuman ertalab tursam og'riq qolmagan. Maşallah. Shu 7-8 kundan keyingi. Endi u kimgadir qanaqa ta'sir qiladi bilmayman, lekin menga shunaqa ta'sir qildi. O'sha MRTlarga tushganimda birinchi, ikkinchi stadiyada o'tdi. Va ichdim. Undan tashqari yana bitta narsani qo'shganman. Yana bitta narsani aytib qo'yay. Doim qalanfur munchoq. Qo'shgansiz. Uni ichiga ozgincha qo'shardim, ham o'zim ham shimib yurardim. Bu ham vоспалениeni olar ekan. Endi buni ichayotgan paytda ko'proq nima e'tibor berish kerak ekan? Sutli mahsulotdan sal odam yeb turish kerak ekan, parhez qilish kerak ekan. Zakonni yurdim. Bitta sabellikni o'zini ichdim. Mana. Oruli to'xtadi. Sabellikni o'zi ham yaxshi yordam beradi, xudo xolasa. Mana oyoq oruli yo'q mana. Sakrab yuradi. Sakrab. Aram keladi. Mana shu narsa mana sabab bo'ldi inshaalloh. Qayerga deb so'raganlarga mana shu joyga kelaverasizlar. 22-23 Chorsu bozoriga. Hamma giyoh